Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar. Jamshid aka bilan shunaqa juda ham o't bosib ketgan Chesno maydoniga tashrif buyurdik. Ko'rishingiz mumkin. Oyog'im orasida qolib ketyapti mana. O't juda ham ko'p. 15-mart Chesnoyni hamma joyini egallab tashlagan akalar. Xudo xolasa Jamshid aka bilan shu dalani o'tini tozalashga chiroyli yechim qilib berish maqsadida keldik. Ko'rishingiz mumkin akalar, umuman Chesnoy nafas ham olmayapti buni tagida. Buni egallab ketgan. Sizlarda ham Chesnoy, piyoz bo'yicha, dehqonchilik bo'yicha qanaqa muammolar bo'lsa, kanalimizni kuzatib boringlar, hurmatli dehqonlar, fermerlar. Chiroyli maslahatlarni berishda davom etamiz. 15-mart bugun, 2026-yil 15-mart. Chesnoy dala maydonining ahvoli mana shunaqa. Aka, sarimsoq piyoz dala maydonini ko'rsatdim. Ichidagi holatni, o'tlarini barchasini ko'rsatib o'tdim. Qanaqa yechim beramiz endi xudo xolasa aka bunga? Hozir o'zi maxsus farsunkamiz bor. Ikkita gerbitsidlarni birga qo'llaymiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, himoya vazifasini bajaradigan farsunkamiz bor. Yaxshilik ko'rsatib qo'ying. Ko'rsatdim. Ha, mana shu farsunkada xudo xolasa qator orasiga ishlov beramiz. Shu gerbitsid bilan ishlov beramiz. Shunda bu sarimsoq ekinimizga tegmaydi farsunka. Ko'ryapsiz, maxsus anaqasi bor. Farsunka sepayotgan jarayonni ham ko'rsatamiz. Akalar, juda ham foydali farsunka. Ayniqsa bog'lar uchun ham juda qator oralariga ishlov berishda juda ham samarali. Undan tashqari o'sha bog'larda ekinlik hozir yosh bog'larda mana shu o't bosgan dala maydonlarga mana shu ko'chatlarga dorini tekkizmaslik uchun atrofida aylantirib sepib qolsa bo'ladi. Shunda tegmaydi mana buni ko'chat deb hisoblaydigan bo'lsanglar mana joyiga tushadi. Joyiga tushib, sepib o'tib ketadi. Shu qator orasiga ishlov berish uchun, undan tashqari o'sha bog'larda daraxtlarga, yosh ko'chatlarga ziyon yetkazmaslik uchun mana shunaqa maxsus agregoltda maxsus farsunkalari bor. Xudo xolasa hozir ham sepib natijalarini ko'rsatamiz. Qay darajada shu sarimsoq ko'chatlariga tegadi yoki tegmaydi, buni sinovda amalda qo'llab sepamiz, ko'rsatamiz. Jamshid akam amalda bugun o'zi ko'rsatib bermoqchi dala maydoniga kirib, qanaqa ishlash kerak, qanaqa sepish kerak. Jamshid aka, eng muhimi qanaqa preparatlardan foydalanamiz begona o'tlarni yo'q qilish maqsadida. Qarang, keng bargliklar bor, shu yulduz o't bor, bu yerda ko'p pashti hamma o'tdan bor desa ham bo'laveradi ekan, aralash. Sutlama degani bor, misol kitobiy tilda gapiryapman, hozir ko'rib ham o'tib ketamiz. O'sha otqoloq bor, yana ko'p ekin begona o'tlarni turib ko'p, bir kamida 7-8 xil begona o't bor. Kuchli o't bosgan. Ana o'sha joyga hozir Zellik Gold preparatimizni, shu gerbitsidimizni, undan tashqari Axigold preparatimizni, shu tarkiblarini ham bir aytib o'tsangiz. Aksiflorfen bilan Galaxicov Ermitil mana shuni va undan keyin undan tashqari Goltaran preparatimizni sepishga mo'ljal qo'yamiz hozir. Fluoxipir tarkibi. Buni ham uchalasini birga qo'shib turib sepmoqchimiz. Xo'p, Axigold preparatimiz kontakt ta'siriga ega bo'lganligi uchun kontakt dori bo'lib hisoblanadi. Bu bo'lsa Axigold tizimli ta'sir qiladi, sistemli ta'sir qilganligi uchun buni ham qo'shib sepamiz ikkalasini va undan tashqari shu bug'doy ko'rinishiga o'xshagan g'umay, ajriq yoki bo'lmasa boshqa turdagi begona o'tlarga, shu bug'doyga o'xshagan begona o'tlarga mana shu zellik preparatimizni sepishni mo'ljal qilib turibmiz. Xudo xolasa uchalasini va eng asosiysi kompleks qilib sepmoqchimiz bugun. Hozir mana pH balansimiz уже odat qilishimiz kerak. Suvlarni tarkibini o'lchab turib, agar suvlarning pHi gerbitsidli ishlaydigan neytral muhitdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, pH balans bilan birinchi suvni neytralga keltirib turib, undan keyin gerbitsidlarimizni qo'shish yoki bo'lmasa insektisidlar yoki bo'lmasa fungitsidlarni qo'shish kerak bo'ladi. Jamshid aka, pH bo'yicha juda ko'p savollar kelib qolyapti. Men avval uni qo'shmaganman. Qo'shmasam ham bo'laveradi. Kerak emas deganlar ham orada chiqib qolyapti. Kerak emas, ular shuni tushunishmayaptiki, savollar ko'p bo'lyapti.
mani suvim toza suv. Ha. Kanaldan olmayman, yer tagidan, vodoprovoddan olmayman. Yo'q bo'lmasa ariqdan toza suvni ko'rsating, mana bunaqa tiniq. Mana suv o'ta ham olaman. tiniq, yerda Loyiqa tay emas deb ko'rinib aytishyapti. turibdi. Bu loyiqa tiniq yoki bo'lmasa yer tagiga qaramaydi, buloq suvlariga qaramaydi. Asosan aytaylik pH ko'rsatkichi ishqorli, yomg'irli yog'ayotganida, undan tashqari yer tagidan kelayotgan suvlar o'sha buloqlardan emas, quduqlardan chiqayotgan, skvajinalardan chiqayotgan suvlar aytaylik pH yuqori bo'lyapti. Misol uchun ishqoriylik muhiti yuqori bo'layotganligi uchun avval tekshirish kerak pH metrlar bilan. pH metrda o'lchayotgan videolarimizda montajlar qo'yib yuborasiz. Jamshid aka, pH metri yo'qlar qanaqa usulda foydalansa bo'ladi? Endi hozir Hammada ham yo'q, hozir albatta pH. umumiy ma'lumot sifatida aytib ketaman. Farg'ona viloyatida suvlarni o'lchatdik. Undan tashqari Namanganda. Qashqadaryo viloyatida o'lchatdik. Undan tashqari Namanganda, Toshkent viloyatida o'lchadik. Suvlarimizni pH'ini suvlarimizni pH'i o'rtacha yer tagidan kelayotgan suvlar ham, misol uchun skvajinadan kelayotgan suvlar ham, undan tashqari o'sha tog'lardan qorlar erib kelayotganligi, bo'lmasa yomg'irlardan o'sha daryolarga, bo'lmasa ariqlarga, kanallarga kelayotgan suvlarda ham pH miqdori 9 bilan 8 orasida o'ynab turibdi. O'shanaqa muhitdagi suvlarni o'lchab ko'rganligimiz uchun biz umumiy sarf me'yori chiqarib oldik. Mana o'zi pH balansimiz qadoqda ham aytib o'tib ketgan, 5 grammdan 5 milligramdan 10 milligramgacha deb aytib o'tilgan. Bu 10 litr suvga. Endi yozilgan 1 gektar maydon uchun 150 grammdan 300 grammgacha deb yozilgan. Normasi yozilgan. Bu 300 litr suv hisobida hisoblasa bo'ladi. Mana shunaqa sarf me'yorlarni taqsimlasa bo'ladi. Bu umumiy o'lchaganimizdek kelgan ma'lumotlar. Yana ham o'zi pH metr asosiy ish quroli sifatida bu yog'iga menimcha dehqonlarga kerak bo'ladi. Dehqonchilikka kerak bo'ladi. O'sha pH metrlarni sotib olib turib ham, misol uchun o'lchab turib, keyin mana bunday pH balanslarni qo'shish yaxshi samara beradi. Sababiki agar aytaylik gerbitsidli suvlarimiz o'lchanganda gerbitsidli ishlaydigan neytral muhitda bo'ladigan bo'lsa, unda shart emas. pH balans preparatimizni qo'shish shart emas. Agar yuqori bo'ladigan bo'lsa, 8-9 bo'ladigan bo'lsa, unda aytaylik pH balansimiz qo'shib o'tiladi. Xo'p, gerbitsidli uchun asosan neytral muhit qanday bo'ladigan bo'lsa, 5 dan 6,5 gacha bo'lganda asosiy neytral ko'rsatkichlar bo'ladi. Lekin akalar, hurmatli dehqon akalar, misol suvni pH'ini o'lchamasdan o'zingizlardan fikr qilib, misol meni suvim yaxshi, meni suvimni pH balandmas degan fikrga kelib qolmanglar, iltimos. Aksincha gerbisidni qo'llashdan oldin barcha gerbisidni, fungisidni barchasini qo'llashdan oldin pH'dan albatta o'lchab suvini normalga kelgan holatda qo'llasanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Dorilar samarali ishlaydi. Misol uchun bir xil ko'p savollar kelib qolyapti, dorilar ishlamay qolyapti degan. Oldin avval asosiy dorilarni ishlamaydigan faktorlarni o'lchab, bilib ko'rib turib, o'rganib turib, undan keyin o'sha xulosani chiqarish kerak bo'ladi. O'sha dorilar sababi nimaga ishlamayapti? Dorilar ishlamasligi sababi balki suvdadir. Agar suvda bo'ladigan bo'lsa, unda bir uni yechimi bor. Ishqorliklarni tushirish muhiti bor. Agar suvda bo'lmasa, unda o'sha savol javoblar boshqacha bo'ladi. Uni keyin ham ko'rib o'rganib chiqsa bo'ladi. Jamshid aka, dorilarimizni gektar rasxodini o'zi ko'p dehqonlarimiz biladi. Oksigotni ham, zellikni ham, Pinaxadenni ham. Endi biz qarang, kuchliroq dozada sepishni mo'ljal qilamiz. Sabab Chunki sarimsoq ekinimizga tekkizmoqchi emasmiz. Arig'i ichidagi o'sha qator orasidagi begonotlarni o'ldirish maqsadida maxsus dozalarni kuchaytirmoqchimiz. Chunki ko'rayotgan bo'lsangiz, asosan dalani to'rdan bir qismida juda ko'p begonot bosib ketgan, tepa qismlarida unchalik yo'q. To'rdan bir qismida begonot kuchli bosganligi uchun mana shu joylarga dozani kuchaytirib, hozir keyin sepishni mo'ljal qilamiz. Akalar, mana Jamshid aka 10 litrli paqirda suvni olib oldi. Mana xudo xolasa dorilarimizni tayyorlash jarayoni. Faqat dozani oshirib qo'llamoqchi Jamshid aka dala maydondan kelib chiqib, xudo xolasa. Tartib bo'yicha apparatimiz 15 litrli. O'shanga biz hozir pH balansimizni bir 15 gram hisobida qo'yib olamiz. Chelagimizga. Undan keyin dorilarimizni eritib, shunda mana shu maxsus chelagimizda undan keyin qanaqa dorilarimizni apparatimizga qo'yamiz, dori sepkich apparatimizga. Bo'ladi. Jamshid aka, yana shuni aytib o'tib ketay dehqonlarimizga. Xo'p. Respublikaning ko'p joyida mana ikkovimiz borib ham o'lchadik.
bunisiga o'lchatib ko'rdik. pH juda ham yuqori, 8-9. Shunaqa. O'shanga Hurmatli dehqonlar, to'g'risi bo'lishadi. o'ta ehtiyot bo'lib, pHni o'lchab iloji boricha dorilarni qo'llasanglar, sizlar aytgan samarani xudo xolasa barcha dorilar beradi, xudo xolasa. pHni aralashtirish jarayoni, xudo xolasa. Suvning rangini ko'ringlar mana. Qizil bo'ladi pHimiz. Lavlagini suvining rangi bo'ladi. Xo'p, bizni kelib ko'rsatasiz. 300 grammdan 500 grammgacha Goltaran preparatdan gerbitsidimiz. Bu gerbitsid biza 10 litr suv hisobida aytaylik 15-20 gramm mo'ljal qilamiz qo'shishi. Bu tizimli ta'sir qilganligi uchun shuning uchun sal dozani ko'paytiramiz. Undan tashqari qator orasiga ishlov beramiz. To'g'ridan-to'g'ri sarimsoq ekinimizni o'ziga ishlov bermaymiz. Shuning uchun sal dozani ko'paytiramiz. Chunki sabab begona o'tlarimiz bo'yi baland, bunga kuchliroq doza qilib sepishni mo'ljal qilganmiz. Oksigoltimizni qo'shish jarayoni. Bundan qancha qo'shamiz Jamshid aka? O'zi agar begona o'tga kompot qilib, sodda tilda aytganda, dehqonlar tilida kompot aralashma qilib qiladigan bo'lsak, misol uchun 10 litrga 5 grammdan 10 grammgacha qo'shiladi. Biz zillik gold preparatimizni ham qo'shmoqchimiz. Shuning uchun biz hozir aytaylik 10 gramm, 15 gramm, 15 litr suvga 15 gramm, shunda 10 litrga 10 gramm hisobida qo'shib ketaveramiz. Gektar rasxod 300 gramm bo'lgan bo'ladi. Gektarga shunaqa bo'ladi. Hurmatli dehqonlar, mana oxirgisi zillik goltimiz qoldi. Xudo xolasa uni ham qo'shib olsak, bemalol dala maydonga qo'llashimiz mumkin. gramm atrofida qo'shamiz, buni. Zillik goltdan 50 gramm qo'shyapti. Hurmatli dehqonlar, Jamshid aka ham shunaqa dalada ishlab tajriba orttiradi. Hozirgacha o'zi kelib dalada ishlab, bitta joyda ofisda o'tirib, o'zidan o'zi chiqib maslahat bermaydi hech qachon. Ekin maydonlarda ishlab, shu dehqonlardan ham o'zi o'rganadigan narsalar bor. Dehqonlardan o'rganamiz, keyin uni ilmiy tomonlarini, ilmiy jihatlarini faktligi to'g'ri keladimi o'rganib chiqamizda, shu bilan keyin shundan keyin ma'lumot beramiz sizlarga akalar. Maslahatlarni beramiz. Amalda qo'llanadigan, amalda ishlaydigan ma'lumotlar, amalda ishlaydigan maslahatlarni beramiz. Xudo xolasa dorimiz tayyor. Apparatimizga qo'yib, sepish jarayonidan ham chiroyli lavhalar qilib beramiz endi. pHda hamma narsaga qo'shishni unutmanglar, hurmatli dehqonlar. Nima deysiz Jamshid aka? pH balans dorimizni o'lchab turib, suvlarni pH'ini o'lchab turib, keyin undan keyin qo'shish tavsiya etiladi. Suvlarni pH'ini aniq o'lchab, iloji boricha qo'shsanglar, ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi. pH apparatinglar yo'q bo'lsa, 1 gektariga qancha qo'shiladi Jamshid aka? 150 300 litr suv o'zi odatda standartlar bo'yicha 300 litr suv biz O'zbekiston sharoitida 300 litr suv gektarga ishlatiladi. Aha. O'sha gektarga ishlatilganda 150 grammdan 300 grammgacha qo'shiladi. Asosan hozir shuni alohida ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Yer tagidan keladigan suvlardan, misol uchun o'sha yer osti suvlaridan foydalanadigan suvlarimizdan
pH'ni o'lchaganimizda o'sha 8,5, 8,4, 8,6 chiqdi. Aytaylik, bu uchun pH balansimiz 2 barobar dozada ketdi. Shuning uchun ham o'sha aytaylik yuqori suv tuproqdan oladigan suvlarni pH'ini tushirish uchun, me'yorga, neytralga keltirish uchun o'sha aytaylik 300 gram sarf me'yor qo'llagan yaxshi. Yana ham o'sha maxsus pH apparatlarida o'lchab turib, keyin qo'llash yaxshiroq samara beradi. Xudo xolasa dala maydonga yana kelamiz. 3-4 kun o'tib, 5-6 kun o'tib. Qanchada ta'siri bilinadi Jamshid aka bu dorining? Aksigold preparatimiz o'zi 2 kunda ko'rsatish kerak. O'zining samarasini hozir yana bir ko'rib, o'rganib chiqamiz. Chunki sabab bu yerda 3 xil gerbitsidni birga qo'shib qo'llaymiz. Gerbitsidni gerbitsidga qo'shib bo'lmaydi akalar. Suvga qo'shish mumkin. Qo'shib bo'ladi. Faqat o'sha tanlangan tajribadan o'tganlarni hammasini ham birdaniga qo'shib bo'lmaydi. Qo'shib bo'lmaydi. Bu sal o'zini kimyoviy reaksiyalarda ekinni kuydirib qo'yish ehtimoli bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Shuni ham alohida e'tiborga olib qo'yishadi. Xudo xolasa mana sepish jarayoni boshlandi. Azli ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Mana quruq joyga bitta ko'rsating Jamshid aka. Himoya zona. Akalar, men sepib ketilyapti. Chetga umuman chiqmaydi mana. Sizlar aytgan joylarga sepadi. U hamma yoqqa chachilib. Ayniqsa bog'lar uchun juda ham foydali narsa ekan, Jamshid aka. Tushundim. Agat orasiga sepishni boshladi mana Jamshid aka, xudo xolasa. O shunaqa zo'r tushar ekan Jamshid aka. Ko'rishinglar mumkin, hurmatli dehqonlar. O'tlarni ham ko'rishinglar mumkin mana. Sarimsoq piyoz dala maydoniga ishlash jarayoni. Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar, kanalimizga like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Jamshid akamdan xudo xolasa foydali maslahatlardan to'xtatmay chiqarib turamiz.